Ko'pchilik akalarimizni qiziqishiga sababchi bo'layotgan BYD Song Plus gibrid versiyasini birinchi va ikkinchi pozitsiyalari sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni oxirigacha tomosha qilishingiz mumkin va albatta sizlarga to'liq obzorini qilib beramiz. Soatiga 100 km tezlikka 8.3 sekundda chiqadigan bu avtomobilimiz parallelniy gibridning avtomobili hisoblanadi. Bu avtomobilimizda hajmi 1.5 ga teng bo'lgan dvigatel joylashgan bo'lib, elektr dvigateli bo'lsa 81 kilovat quvvatni tashkil qiladi. Aralash sikl bilan to'liq quvvatda 1250 km bosib o'tadigan bu avtomobilimizning birinchi pozitsiyasi elektrda harakatlanganda 110 km bosib o'tadi. Ikkinchi pozitsiyasi bo'lsa 150 km bosib o'tadi. Sababi birinchi pozitsiyamizda 18.3 kilovatli akkumulyator bilan jihozlangan bo'lsa, ikkinchi pozitsiyasi bo'lsa 26.6 kilovatli akkumulyator bilan jihozlangan avtomobil hisoblanadi. Bu avtomobilimiz adaptivniy LED faralar bilan jihozlangan bo'lib, yorug'lik boshqaruvini avtomatik tarzda o'zi boshqaradi. Bu avtomobilimiz 19 diametrli diska bilan ishlab chiqariladi. Oldi qismi tortadigan avtomobil hisoblanadi va favqulodda to'xtash tormoz tizimi mavjud, ya'ni ekstrenniy tormoz tizimi bilan ishlab chiqariladi. Avtomobilimizda video registrator ham o'rnatilgan. Undan tashqari bu avtomobilni smartfon orqali boshqarish imkoniyati bor. Ya'ni masofadan turib ochishingiz, yopishingiz yoki yoqib o'chirishingiz mumkin bo'ladi. Bu avtomobilimizda 5 ключевой доступ, ya'ni NFC tizimi mavjud bo'lib, avtomobilimizning birinchi va ikkinchi pozitsiyalaridagi ikkinchi farqi ana shu yerda bo'ladi. Ya'ni slipoy zonasi birinchi pozitsiyamizda bo'lmaydi, ikkinchi pozitsiyamizda bo'lsa slipoy zonasi bilan ishlab chiqarilgan avtomobil hisoblanadi. Avtomobilimizning ikkala pozitsiyasida ham 360 kamera mavjud, eshiklari bo'lsa mexanik ochiladigan eshiklar hisoblanadi. Endi paroklarga keladigan bo'lsa, BYD avtosalonlarida qo'shimcha to'lov evaziga sizga o'rnatib berish imkoniyati mavjud. Avtomobilimizning eshiklari haqida gapiradigan bo'lsa, yumshoq plastik, eko koja va plastikdan kombinatsiya qilingan eshiklar hisoblanadi. Tugmalari bo'lsa, ikkita yon tomondagi oynalarni, demak boshqaruv tugmalari mavjud. 4 ta eshikning oynalarini yopib tushiradigan tugmalari va albatta blokirovka tugmalari ham mavjud bo'lgan avtomobil. Undan tashqari, demak, orqa bagajnikni eshigini ochadigan tugmasi mavjud. Faqatgina u ochadi, lekin yopmaydi. Avtomobilni birinchi va ikkinchi pozitsiyasidagi uchinchi farqi shundaki, bu uni akustikasida. Ikkinchi pozitsiyasi, ya'ni full pozitsiyasida, demak, Infinity akustikasidan 10 ta dona o'rnatilgan. Birinchi pozitsiyasida bo'lsa, BYD tomonidan o'rnatilgan akustikalari mavjud. Avtomobilimizning ikkala pozitsiyasida ham chap tomonida, demak, benza baki joylashgan, 60 litr hajmni tashkil qiladi. O'ng tomonida bo'lsa, demak, elektr zaryadlash porti mavjud. Avtomobilning o'rindiqlari haqida gapiradigan bo'lsak, ikkala pozitsiyada ham, demak, sun'iy charmdan ishlangan o'rindiqlar hisoblanadi. Oldi qismidagi o'rindiqlarda, demak, shamollatish va isitish funksiyalariga ega bo'lgan o'rindiqlar. Orqa o'rindiqlarda bu tizim bo'lmaydi. Ikkala pozitsiyasida ham bir xil o'rindiqlar. Endi oldi o'rindiqlarimizda bo'lsa, avtomatik tarzda boshqaradigan funksiyalari bor. Tugmalar orqali o'rindiqni oldiga, orqaga va yotqizib ko'tarish imkoniyati bo'lgan tugmalari mavjud. Avtomobilimizning ruli haqida gapiradigan bo'lsak, demak, ikkala pozitsiyada ham sun'iy charmdan qoplangan rul hisoblanadi. Multi rul va elektronniy rul hisoblanadi bu o'rtoqlar. Bu avtomobilimizdagi rul orqali, demak, polasa удержания, demak, cruise kontrolli boshqaruv tugmalari, 360 kamerani yoqish funksiyalari va monitorni, demak, boshqarish funksiyalari mavjud. Bu tomonida bo'lsa, demak, mediani boshqaradigan tugmalari mavjud bo'lgan rul. Endi bu rulimizni, demak, qo'lda biza oldiga, orqaga itarishimiz mumkin yoki baland yoki past qilib tushirish imkoniyatimiz mavjud. Avtomobillar bari haqida gaplashamiz. Ikkala pozitsiyada ham bir xil bar bilan jihozlangan. Barimizda nima joylashgan? Avtomatik uzatgichni boshqarish richagi, shuningdek, demak, qo'l tormozini tugmasi, avtomobilni yoqish, o'chirish tugmasi va avtomobilni rejimlarga olish, sport, eko rejimlariga qo'yish tugmalari mavjud. Shuningdek, klimat kontrolni boshqaradigan tugmalar ham mavjud bar hisoblanadi. Barimizda, demak, ikkita podstakanligi bor va ko'rib turganinglardek, barimiz juda ham chuqur bar hisoblanadi. Undan tashqari, barri tegi tomonida ham o'ziga yarasha ochiq joyi bor. Bu yerda bo'lsa, quvvatlash portlari mavjud. Avtomobillarning ikkita pozitsiyasidagi 5-farq shundaki, demak, aqlli zaryadlash tizimi mavjudligi yoki yo'qligi. Birinchi pozitsiyasida mavjud emas, ikkinchi pozitsiyasida bo'lsa, aqlli zaryadlash tizimi mavjud. Ya'ni telefoningizni quvvatlantirish mumkin bo'ladi. Avtomobilimizning oldi torpedkasi haqida gapiradigan bo'lsak, yumshoq
plastik va sun'iy charmdan kombinatsiya qilingan torpedka hisoblanadi. Avtomobillarning ikkita pozitsiyadagi 4-farqi bu uni monitorida hisoblanadi. Ya'ni birinchi pozitsiyasida 12.8 dyumli monitor joylashgan, ikkinchi pozitsiyasida bo'lsa 15.6 dyumli monitor bilan jihozlangan avtomobil hisoblanadi. Avtomobilimizning tom qismi haqida gaplashadigan bo'lsak, avtomato, ya'ni avtotikan bilan qoplangan tom hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, demak, sensorli yoritgichlari bor va quyoshdan to'suvchi panoramali tom bilan jihozlangan. Undan tashqari luki ham bor. Luklarni ochadigan va panorama tomlarini ochadigan, demak, tugmalari mavjud. Ko'zoynak uchun maxsus o'zini joyi ham bor. Xo'p, quyoshdan to'suvchi panelimizda agar ko'zguni ochadigan bo'lsak, yana qo'shimcha yoritgich bilan yoritilgan va albatta mikrofoni ham bor bo'lgan. Mana shunaqa ajoyib ko'rinishdagi tom bilan jihozlangan. Avtomobilimizning ikkala pozitsiyasida ham 574 litr hajmga ega bo'lgan, demak, yukxonasi mavjud va avtomatik tarzda ochiladigan, avtomatik tarzda yopiladigan yukxona hisoblanadi. Avtomobillarning ikkita pozitsiyasining farqlaridan bittasi bu akustikasi dedik. Akustikasida yana bitta joyi shunday iboratki, yukxonasida, demak, ikkinchi pozitsiyasida ko'rib turganingizdek, demak, buferi joylashgan. Birinchi pozitsiyasida bo'lsa, buferi mavjud bo'lmagan avtomobil hisoblanadi. Avtomobilning yukxonasida pardasini ochib qo'yish imkoniyati yoki yopib qo'yish imkoniyati mavjud. Avtomobilimizda, demak, komplektatsiyasida zaryadlash stansiyasi beriladi va albatta agar g'ildiraklari dami chiqib ketadigan bo'lsa, ularga dam uradigan nasoslar ham qo'shib beriladi. Avtomobilning yukxonasi avtomatik tarzda yopiladi, lekin agar odam turadigan bo'lsa, avtomatik tarzda ochilib ham ketadi. Ya'ni xavfsizlik birinchi o'rinda. Avtomobilning orqa qismi haqida gapiradigan bo'lsak, demak, orqa kamerasi mavjud. Undan tashqari Partronic datchiklari joylashgan avtomobil hisoblanadi. BYD Song Plus gibrid avtomobilining oxirgi farqi bu uni narxida hisoblanadi. Mirobod tumanida Farg'ona yo'li ko'chasida joylashgan BYD avtosalonida birinchi pozitsiyasi 387 million 200 ming so'mni tashkil qiladi. Ikkinchi pozitsiyasi bo'lsa 409 million 700 ming so'mni tashkil qiladi. O'rtoqlar, agar bizning obzorimiz yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Kanalimizga a'zo bo'lishni unutmanglar. Sababi bizning kanalimizda avtomobillarning pozitsiyalaridagi farqlarni sizlarga tushuntirib boramiz.